Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun juda muhim masalani tushuntirib beraman. Qariyalarga beriladigan ayrim to'lovlar bekor qilindimi? Pensiya ustamasini endi kimlar oladi, kimlar esa ololmaydi? Bu mavzu har bir oilaga tegishli. Chunki değerli har birimizning uyimizda ota-ona, bobo-buvi, nogironligi bor qarindosh yoki doimiy parvarishga muhtoj inson bor. Noto'g'ri tushuncha sabab odamlar o'ziga tegishli pulni ololmay qolishi ham, aksincha, bekor bo'lgan to'lovni kutib yurishi ham mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday ma'lumotlar ko'pchilikka kerak bo'ladi. Avvalo masalani oddiy qilib ajratib olaylik. Odamlar orasida qariyalarga to'lov bekor qilindi. Endi hech kimga ustama berilmaydi. Pensiyaga qo'shimcha pul tugatildi degan gaplar yuribdi. Lekin har bir to'lovning nomi, maqsadi va olish sharti boshqa-boshqa. Pensiyaning o'zi bor. Pensiyaga qo'shiladigan ustama bor. Parvarishga muhtoj shaxslar bilan bog'liq to'lovlar bor. Nogironligi bo'lgan shaxslar uchun alohida imtiyoz va qo'shimchalar bor. Yoshi katta insonlarga beriladigan ayrim kompensatsiya yoki moddiy yordamlar ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun qariyalarga to'lov bekor bo'ldi degan gapni eshitganda birinchi savol shunday bo'lishi kerak. Aynan qaysi to'lov haqida gap ketmoqda? Oldin ko'p hollarda odamlar yosh katta qarindoshiga qaragani aytib, parvarish bilan bog'liq to'lov yoki yordamni kutardi. Ayrim hududlarda mahalla orqali ro'yxatga olinadigan, ayrim holatda pensiya jamg'armasi yoki ijtimoiy himoya tizimi orqali ko'riladigan tartiblar bo'lgan. Endi tizim ancha aniqroq bo'lib bormoqda. To'lov shunchaki uyda qariya bor degani uchun emas, balki qonunda ko'rsatilgan aniq mezonlar bo'yicha beriladi. Masalan, shaxsning nogironlik guruhi, doimiy parvarishga muhtojligi, yoshi yolg'iz yashashi, daromad holati, tibbiy xulosa, ijtimoiy reyestrdagi maqomi kabi omillar tekshiriladi. Eng muhim o'zgarish shundaki, davlat pulni umumiy gap bilan emas, manzilli tarzda berishga o'tyapti. Ya'ni yordam haqiqatan ham muhtoj odamga yetib borishi kerak. Bu yaxshi tomoni, lekin ikkinchi tomoni ham bor. Hujjatlari to'g'ri bo'lmagan, ariza bermagan, tekshiruvdan o'tmagan odam haqiqatan muhtoj bo'lsa ham to'lovdan chetda qolishi mumkin. Shuning uchun men bugun sizga kim xavotir olishi kerak, kim xavotir olmasligi kerak, qanday hujjatlar kerak, qayerga murojaat qilish kerakligini tartib bilan aytib beraman. Birinchi masala, pensiya ustamasi nima? Pensiya ustamasi bu asosiy pensiyaga qo'shib beriladigan qo'shimcha pul. Bu qo'shimcha har kimga bir xil sabab bilan berilmaydi. Kimdadir nogironlik sababli bo'lishi mumkin, kimdadir alohida xizmatlari uchun, kimdadir yosh chegarasi yoki parvarishga muhtojlik holati sababli, kimdadir qonunda belgilangan boshqa asos bo'yicha beriladi. Shuning uchun qo'shnining pensiyasiga 300 ming so'm qo'shilibdi. Menga nega qo'shilmadi? Deyishdan oldin uning hujjatdagi maqomi bilan o'zingiznikini solishtirish kerak. Masalan, birinchi misol. Pabazin 2 yoshli otaxon oddiy yoshga doir pensiya oladi. Uning sog'lig'i nisbatan yaxshi, o'zi yuradi, bozordan keladi, kommunal to'lovlarini to'lay oladi. Farzandlari bor va u bilan birga yashaydi. Bunday holatda faqat tasni 2 yoshga kirdi degan uchun avtomatik tarzda alohida katta ustama beriladi deb o'ylash noto'g'ri. Agar qonunda aynan shu yosh uchun qo'shimcha belgilangan bo'lmasa yoki u inson doimiy parvarishga muhtoj deb tan olinmagan bo'lsa, qo'shimcha to'lov chiqmasligi mumkin. Ikkinchi misol, 7 yoshli onaxon yurishida qiynaladi. Doimiy dori ichadi, lekin tibbiy hujjatlarda nogironlik guruhi yoki doimiy parvarishga muhtojlik xulosasi yo'q. Farzandlari onamizning ahvoli og'ir, nega ustama berilmayapti deb haqli ravishda savol beradi. Men bunday vaziyatda birinchi bo'lib shuni aytaman. Davlat idorasi og'zaki gapga emas, hujjatga qaraydi. Agar kasallik bor bo'lsa, tibbiy tekshiruvdan o'tish. Kerak bo'lsa, tibbiy mehnat ekspert komissiyasi yoki tegishli tibbiy komissiya xulosasini olish zarur. Shundan keyin pensiya ustamasi yoki ijtimoiy yordam masalasi ko'rib chiqiladi. 3-misol. 9 ming yoshdan oshgan buvi yolg'iz yashaydi. Bolalari boshqa viloyatda yoki boshqa davlatda. Pensiyasi kam, uyida isitish, dori-darmon, oziq-ovqat muammosi bor. Mana bunday holatda faqat pensiya ustamasi emas, mahalla orqali ijtimoiy yordam, yolg'iz keksalar ro'yxati, uyda ijtimoiy xizmat ko'rsatish, oziq-ovqat yoki moddiy yordam kabi masalalar ham ko'tarilishi kerak. Ya'ni bitta to'lov bekor bo'lgan bo'lsa ham, boshqa qonuniy yordam turlari mavjud bo'lishi mumkin. Odamlar ko'pincha bir eshikdan javob olsa, hammasi tugadi deb o'ylaydi. Aslida masala bir nechta yo'nalishda ko'rib chiqiladi. 4-misol.
Bir oilada il guruh nogironligi bo'lgan keksa inson bor. U o'zi ovqat tayyorlay olmaydi. Yuvina olmaydi, ko'chaga chiqa olmaydi. Unga kelini yoki qizi qaraydi. Bu yerda muhim nuqta parvarish qilayotgan odamga alohida pul berilishi yoki berilmasligi shartlarga bog'liq. Ayrim holatda nafaqa parvarish qilinayotgan shaxsning o'ziga qo'shib beriladi. Ayrim holatda parvarish qiluvchi shaxsning bandligi, daromadi, yoshiga qaraladi. Agar parvarish qiluvchi odam rasmiy ishlayotgan bo'lsa, ayrim to'lov turlari bo'yicha muammo chiqishi mumkin. Chunki davlat siz doimiy parvarish qilyapsizmi yoki to'liq ish kunda ishlayapsizmi degan savolni tekshiradi. Endi kimlar xavotir olishi kerak? Birinchidan, ilgari qandaydir qo'shimcha to'lov olib kelgan, lekin so'nggi oyda kamaygan yoki to'xtagan odamlar albatta sababni aniqlashi kerak. Pensiya kartasiga pul kam tushdi deb faqat bankka borish yetarli emas. Bank pulni hisoblamaydi. Bank faqat tushgan mablag'ni beradi. Hisob-kitob pensiya jamg'armasi yoki tegishli ijtimoiy himoya organida bo'ladi. Ikkinchidan, hujjati eskirgan, nogironlik muddati tugagan, qayta ko'rikdan o'tmagan odamlar xavotir olishi kerak. Ko'p hollarda to'lov bekor qilindi emas, hujjat muddati tugagani uchun vaqtincha to'xtagan bo'ladi. Uchinchidan, yashash joyi o'zgargan, lekin ro'yxatini yangilamagan odamlar e'tiborli bo'lishi kerak. Masalan, ona Toshkent viloyatida ro'yxatda, lekin Samarqandda qizining uyida yashaydi. Mahalla uni joyida ko'rmaydi. Ijtimoiy xodim kelganda topolmaydi. Hujjatlar bir joyda, odam boshqa joyda. Keyin to'lov masalasida chalkashlik chiqadi. Bunday vaziyatda yashash joyi bo'yicha ma'lumotlarni tartibga keltirish juda muhim. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar siz oddiy yoshga doir pensiya olsangiz va qonuniy asoslaringiz o'zgarmagan bo'lsa, pensiyaning o'zi bekor bo'lib ketmaydi. Pensiya bu mehnat staji, ish haqi va qonunda belgilangan tartib asosida tayinlangan to'lov. Ayrim qo'shimcha yoki ustama qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin asosiy pensiya shunchaki mish-mish bilan to'xtatilmaydi. Agar kartangizga asosiy pensiya kelayotgan bo'lsa, lekin qo'shimcha qismi kelmay qolsa, aynan qo'shimchaning huquqiy asosini tekshirtirish kerak. Yana bir muhim masala. Pensiya ustamasini olish uchun ko'p hollarda odamning o'zi yoki uning vakili murojaat qilishi kerak. Davlat bazasida ayrim ma'lumotlar avtomatik ko'rinadi, lekin hamma narsa avtomatik bo'ladi deb uyda kutib o'tirish xato. Ayniqsa tibbiy xulosa, parvarishga muhtojlik, yolg'izlik holati, oilaning moddiy ahvoli kabi masalalarda ariza va tekshiruv zarur bo'ladi. Men ko'p ko'rgan holat, odam 6 oy, hatto 1 yil davomida o'zi qo'shib berishar deb kutadi. Keyin borib so'rasa sizdan ariza tushmagan deyshadi. Natijada vaqt yo'qotiladi. Endi istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Qariya degan so'z qonuniy to'lov olish uchun yetarli maqom emas. Odam ertami yoshda bo'lishi mumkin, takami yoshda bo'lishi mumkin, lekin har bir yoshga alohida to'lov avtomatik beriladi degan qoida bo'lmasligi mumkin. Qonunda aniq falon toifadagi shaxsga falon miqdorda deb yozilgan bo'lsa, shunda to'lanadi. Shuning uchun rasmiy hujjatda qanday toifa ko'rsatilganiga qarash kerak. Ikkinchi nozik jihat. Nogironlik guruhi borligi har doim bir xil miqdordagi ustama degani emas. Bir guruh, ikki guruh bolalikdan nogironlik, urush yoki xizmat bilan bog'liq nogironlik. Umumiy kasallik bo'yicha nogironlik, bularning huquqiy oqibati turlicha bo'lishi mumkin. Masalan, ikki kishi bir xil yoshda ikkalasi ham pensiya oladi. Birining nogironligi umumiy kasallik bo'yicha, ikkinchisining maqomi boshqa asosda belgilangan. Ularning ustamasi bir xil bo'lmasligi mumkin. Bu adolatsizlikdek ko'rinishi mumkin. Lekin hisob-kitob qonundagi toifaga qarab qilinadi. Uchinchi nozik jihat. Parvarish qiluvchi shaxs masalasi. Ko'pchilik men onamga qarayapman, demak menga pul berilishi kerak deb o'ylaydi. Lekin davlat parvarish qiluvchining shaxsini ham tekshiradi. U rasmiy ishlaydimi, pensiya oladimi, boshqa daromadi bormi? Haqiqatan o'sha manzilda yashaydimi? Parvarish qilinayotgan inson doimiy yordamga muhtojmi? Masalan, o'g'il Rossiyada ishlaydi, lekin hujjatda men otamga qarayapman deb ko'rsatilsa, bu mos kelmaydi. Yoki qizi davlat tashkilotida to'liq stavkada ishlaydi. Ertalabdan kechgacha ishda, lekin doimiy parvarish qilaman desa savol tug'iladi. Chunki doimiy parvarish bu qog'ozdagi so'z emas, real holat. 4-nozik jihat. Bir vaqtning o'zida bir nechta to'lovni olish masalasi. Ayrim to'lovlar bir-biriga qo'shib berilishi mumkin. Ayrimlari esa birini tanlashni talab qiladi. Masalan, odamda pensiya bor. Nogironlik bo'yicha qo'shimcha bor. Yana mahalla orqali moddiy yordam so'raydi. Bu avtomatik rad qilinadi degani emas.
Lekin oilaning umumiy daromadi, mol-mulki, ijtimoiy holati tekshiriladi. Boshqa tomondan bir xil maqsaddagi ikki to'lovni ikki joydan olishga urinish keyinchalik ortiqcha to'langan pulni qaytarish majburiyatiga olib kelishi mumkin. 5-chi nozik jihat, bank kartasiga pul tushmasligi har doim to'lov bekor bo'ldi degani emas. Kartaning muddati tugagan bo'lishi mumkin. Bank rekvizitlari o'zgargan bo'lishi mumkin. Hisob raqam bloklangan bo'lishi mumkin. Pasport ma'lumotlari yangilanmagan bo'lishi mumkin. Masalan, pensioner yangi ID karta oldi, lekin bankdagi yoki pensiya tizimidagi ma'lumotlar yangilanmadi. Natijada to'lovda kechikish bo'ladi. Bunday holatda darrov vahima qilish emas. Bank va pensiya organidan yozma yoki aniq og'zaki izoh olish kerak. 6-chi nozik jihat. Mahalla aytdi berilmaydi degan javob yetarli emas. Mahalla ko'p masalada birinchi eshik. Lekin yakuniy qaror hamma vaqt ham mahallaning og'zaki gapi bilan tugamaydi. Agar sizda huquq bor deb hisoblasangiz, arizani yozma topshiring. Ariza ro'yxatdan o'tsin. Sizda kirim raqami yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi bo'lsin. Og'zaki aytilgan bo'lmaydi, keyin isbotlanmaydi. Yozma javob esa keyingi shikoyat yoki qayta ko'rib chiqish uchun asos bo'ladi. 7-chi nozik jihat, to'lovlar miqdori va shartlari vaqti bilan o'zgaradi. Pensiya miqdori oshirilsa, ayrim ustamalar ham bazaviy hisoblash miqdori yoki pensiya hisoblash mezoniga bog'liq bo'lsa, o'zgarishi mumkin. Lekin hamma qo'shimcha bir xil foizda oshadi deb o'ylamaslik kerak. Masalan, asosiy pensiya oshgan. Lekin siz kutgan qo'shimcha alohida tartib bilan belgilangani uchun o'zgarmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir bonni alohida tekshirish kerak. Endi amaliy qadamlarni aniq aytaman. Birinchi qadam. Pulingiz kamaygan yoki to'xtagan bo'lsa, oxirgi 3 yoki 6 oy bo'yicha bankdan tushumlar tarixini oling. Telefon ilovasi bo'lsa skrinshot qiling. Lekin imkon bo'lsa bankdan ma'lumotnoma olgan yaxshi. Qaysi oyda qancha tushganini aniq ko'ring. Oldin ko'proq edi degan gap bilan idoraga borish qiyin. Raqam bilan borsangiz savol aniq bo'ladi. Ikkinchi qadam, tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Savolni umumiy bermang. Nega pulim kamaydi deyish o'rniga. Mening pensiyam tarkibida qaysi ustamalar bor edi? Qaysi biri to'xtatilgan bo'lsa qaysi asos bilan deb so'rang. Juda muhim. Pensiya hisob kitobi bo'yicha ma'lumotni yozma shaklida so'rash mumkin. Agar siz keksa insonning farzandi bo'lsangiz, o'zingiz borib hamma ma'lumotni ola olmasligingiz mumkin. Chunki shaxsiy ma'lumot himoyalanadi. Bunday holatda ishonchnoma yoki qonuniy vakillik hujjati kerak bo'lishi mumkin. 3-qadam, agar masala sog'liq bilan bog'liq bo'lsa, oilaviy poliklinikaga boring. Shifokorga vaziyatni batafsil tushuntiring. Odam o'zi yura oladimi? Ovqatlana oladimi? Yuvina oladimi? Dori-darmon qabul qiladimi? Xotira bilan muammo bormi? Kechasi nazorat kerakmi? Faqat ahvol yomon demang, kundalik hayotdagi aniq cheklovlarni ayting. Kerak bo'lsa tibbiy tekshiruvlar, mutaxassis xulosalari, kasallik tarixi, shifoxonadan ko'chirmalar yig'iladi. Shundan keyin nogironlik yoki parvarishga muhtojlik masalasi ko'rib chiqiladi. 4-qadam, mahallaga murojaat qiling, lekin hujjat bilan murojaat qiling. Yolg'iz yashovchi keksa inson bo'lsa, mahalladan yashash holati bo'yicha dalolatnoma, oilaviy ahvol, farzandlari bilan aloqasi, real yordam olishi yoki olmasligi haqida ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Agar oilaning daromadi past bo'lsa, ijtimoiy yordam masalasini ko'taring. Bizga pensiya ustamasi kerak deyish bilan cheklanib qolmang. Qaysi yordam turlariga huquqimiz bor? Ijtimoiy reyestr bo'yicha ko'rib chiqing deb so'rang. 5-qadam. Hujjatlar papkasini tayyorlang. Odatda quyidagilar kerak bo'lishi mumkin. Pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlangani haqidagi ma'lumot. Nogironlik bo'yicha ma'lumotnoma bo'lsa, uning nusxasi. Tibbiy xulosalar, bank karta rekvizitlari, yashash joyi bo'yicha ma'lumot, oila tarkibi haqida ma'lumot, parvarish qiluvchi shaxsning hujjatlari, ishonchnoma kerak bo'lsa ishonchnoma. Har bir holatda ro'yxat farq qiladi. Lekin shu hujjatlar tayyor bo'lsa, yurish ancha tezlashadi. 6-qadam, arizani to'g'ri yozing. Arizada hissiyot emas, fakt bo'lsin. Masalan, men falonchi yoshga doir pensiya olaman. 2024 yil falon oyidan boshlab pensiyam miqdori kamayganini aniqladim. Pensiyam tarkibidagi ustamalar, ularning hisoblanish asosi va to'xtatilgan bo'lsa, to'xtatilish sababi haqida yozma ma'lumot berishingizni so'rayman. Agar parvarish masalasi bo'lsa, falonchi doimiy parvarishga muhtoj, tibbiy hujjatlar ilova qilinadi. Qonunchilikda belgilangan tartibda ustama yoki parvarish bilan bog'liq to'lov masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman.
shunday yozilsa, idora aniq javob berishga majbur bo'ladi. 7-qadam, javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi organga murojaat qiling, lekin avval birinchi javobni oling. Ko'pchilik darrov shikoyat qiladi. Lekin qo'lida rad etish sababi bo'lmaydi. Yozma javobda hujjat yetishmaydi deyilsa, hujjatni to'ldirasiz. Huquqiy asos yo'q deyilsa, qaysi norma bo'yicha yo'qligini ko'rasiz, agar noto'g'ri qo'llangan deb hisoblasangiz. Yuqori tashkilotga, adliya organlariga yoki tegishli qabulxonalarga murojaat qilasiz. 8-qadam, har oy tushumlarni nazorat qiling. Ayniqsa keksa ota-onangizning kartasi bo'lsa, faqat pul yechib berish bilan cheklanmang. Qancha tushayotganini ko'rib boring. Ba'zan ustama bir necha oy davomida tushmaydi, oila esa sezmaydi. Keyin orqaga qaytarib undirish masalasida ham, qayta hisoblash masalasida ham vaqt o'tib ketadi. Har oyda sana summa izoni yozib borish juda foydali. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. Hech kimga pul berib ustama chiqarib beraman degan gaplarga ishonmang. Pensiya va ijtimoiy to'lovlar qonuniy tartib bilan hal qilinadi. Agar huquqingiz bo'lsa, ariza va hujjat asosida olasiz. Agar huquq bo'lmasa, kimdir pul olib bergani bilan muammo hal bo'lmaydi. Aksincha, soxta hujjat, noto'g'ri ma'lumot yoki ikki joydan noqonuniy to'lov olish keyin o'zingizga zarar qiladi. Ortiqcha to'langan pul qaytarilishi mumkin. Ayrim holatda javobgarlik masalasi ham chiqadi. Demak, azizlar, qariyalarga to'lov bekor qilindi degan gapni eshitganda vahimaga tushmang, lekin beparvo ham bo'lmang. Asosiy pensiya alohida masala, pensiya ustasi alohida masala, parvarish yoki ijtimoiy yordam alohida masala. Kim oladi? Qonunda belgilangan toifaga kirgan, hujjatlari joyida bo'lgan, ariza va tekshiruvdan o'tgan odam oladi. Kim ola olmaydi? Faqat yoshi katta bo'lgani uchun hujjatsiz, tibbiy xulosasiz yoki shartlarga mos kelmasa ola olmasligi mumkin. Agar oilangizda keksa inson bo'lsa, bugunoq uning pensiya tushumlarini tekshiring, hujjatlarini ko'rib chiqing. Nogironlik yoki tibbiy xulosalar muddati tugamaganiga ishonch hosil qiling. Kerak bo'lsa, pensiya jamg'armasiga, poliklinikaga va mahallaga yozma murojaat qiling. Bu masalada eng katta xato mish-mishga ishonish va vaqtni yo'qotish. Sizning hududingizda pensiya ustamasi yoki qariyalarga to'lov bo'yicha qanday holatlar bo'lyapti? Kommentariyada yozib qoldiring, boshqalar ham tajribangizdan foydalansin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot bir oilaning o'z haqqini vaqtida olishiga sabab bo'lishi mumkin.